Keyingi banda xavfsizlik kamar. Endi qachonki jarima to'lashni boshladik, hammamiz taqodigan bo'lib qoldik. Bilinglar, shu masalan mashinani yasaganlar, shu inson bir borib mashinasi bilan bir joyga urilsa, shu kamari saqlanib qolishiga sabab deb turib g'ayridin bo'lgan odamlar musibatdan saqlanishlik sababini qoyim qilyapti. Endi Allohda aytgani bo'ladi, taqsagan bari bo'laversan, agar rozigan bo'lsa deyaptimi? Alloh taolo siz bilan bizga sabablarni qilishlikni vojib qilgan. Qaranglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotini hijrat qilganida shimolga, Madinaga qarab yurmasdan, aksincha janub tarafiga qarab yuradi. G'orga kirib 3 kun o'tiryapti. Yana hijratidagi sabablarni ko'ring. G'ordan tushgandan keyin Makka bilan Madinaning orasidagi ma'lum mashhur yo'lga emas, umuman notanish bo'lgan yo'lga yuryapti. Sabablarni qoyim qilyaptimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xandaq g'azotida Xandaqni qazib qo'ydimi? 10 ming qo'shinlar ro'parasiga. Shu sabab bo'ldi musulmonlarning mag'lub bo'lmasligiga. Xo'p, ana shu kamar musibatdan saqlanishligida bitta sababi. Qarang, Alloh taolo Ayyub alayhisalomga 18 yil dard chekkanidan keyin shifo berishini xohladi. Alloh taolo aytdi: "Urkuz birijlik hada mughtasalun baridun va sharob." 18 yil kasal bo'lgan Ayyub alayhisalomga Alloh shifo berish holatida oyog'ingiz bilan dedi, yerni teping dedi. Nima, Alloh taolo Ayyub alayhisalom yerni teppasa, u suvni chiqara olmasmidi? Albatta qoldiradi. Lekin bandadan sabab bo'lishini xohladi. Demak, 18 yil kasal bo'lgan odamga qancha quvvati bor deb sababini qil deyapti Alloh taolo. Maryam onamiz Iso alayhisalomni tug'di, qavmidan uzoq joyga bordi. Endi Alloh taolo aytayaptiki: "Va huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya." Mana shu qurib qolgan xurmo shoxini silkitgin, u senga yangi xurmo mevalarini tashlar. Qon ayol qancha quvvati bo'ladi? Shu ayolga Alloh taolo xurmoda tashab berishligi uchun aytayapti, mana qurib qolgan deyapti yana. Olib silkitib qo'y deyapti. Kamar taqishimiz kerak ekanmi? Vojib ekanmi bu?